Nega Qur'on o'qiyotganda inson esnaydi? Ushbu savol bo'yicha payg'ambarimiz bo'lmish Muhammad sallallohu alayhi va sallamga yuzlanamiz. Esnash bu shaytondandir. Sizlardan kimingizdir esnashni xohlasangiz, unga kuchingizni boricha to'sqinlik qiling. Uni to'xtatishning yaxshi usuli labning pastki qismini tishlashdir. Agar uni to'xtata olmasangiz, og'zingizni qo'lingiz bilan yopib ortiqcha tovushlarsiz bajaring. Boshqa bir hadisda sallallohu alayhi va sallam aytdi: Alloh tushkurishni yoqtiradi, esnashni esa yo'q. Agar sizlardan biringiz aks ursa va alhamdulillah desa, uni eshitgan har bir insonning yorka-mukalloh deyish burchidir. Esnash shaytondandir deyishning sababi bu ish shaytonga yoqadi. Chunki shayton insonga yaxshilik olib kelmaydigan barcha narsani yoqtiradi va uning iymonini sustlashtiradi. Nega Qur'on o'qiyotganda inson esnaydi? Ushbu savol bo'yicha payg'ambarimiz bo'lmish Muhammad sallallohu alayhi va sallamga yuzlanamiz. Esnash bu shaytondandir. Sizlardan kimingizdir esnashni xohlasangiz, unga kuchingizni boricha to'sqinlik qiling. Uni to'xtatishning yaxshi usuli labning pastki qismini tishlashdir. Agar uni to'xtata olmasangiz, og'zingizni qo'lingiz bilan yopib ortiqcha tovushlarsiz bajaring. Boshqa bir hadisda sallallohu alayhi va sallam aytdi: Alloh tushkurishni yoqtiradi, esnashni esa yo'q. Agar sizlardan biringiz aks ursa va alhamdulillah desa, uni eshitgan har bir insonning yorka-mukalloh deyish burchidir. Esnash shaytondandir deyishning sababi bu ish shaytonga yoqadi. Chunki shayton insonga yaxshilik olib kelmaydigan barcha narsani yoqtiradi va uning iymonini sustlashtiradi.